Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yarim tayyor mahsulot do'lma pishirishni o'rganamiz. Buning uchun bizga qaylamzani tayyorlab olishimiz kerak, piyoz kerak bo'ladi. Bunaqa holda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Piyozimizni to'rtburchak shaklda to'g'rab olganimizdan keyin bulg'or qalampirini kesib olishimiz kerak bo'ladi. Uni ham to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Yashil rangligini, qizil rangligi, sariq rangiga keladi. Va savzi. Tomatli pastani o'rnaydi. Do'lmamizni qaylasiga tomatli pasta soldi. Uni xohlasanglar, solmasanglar ham bo'ladi. Kim qanaqasini yaxshi ko'rsa. Dimlab qo'yganimizdan keyin 25 daqiqadan keyin do'lmamiz tayyor bo'ldi. Uni ustiga do'lmamizni terib chiqamiz. Va ustidan shu shaklda sousimizni qo'yamiz. Buni yoniga smetanli sous qo'yamiz va pomidor cherilar bilan bezab beramiz. Mikrozeli rediskani mayda ko'katidan solib beramiz. Yarim tayyor do'lma mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.